Har bir mahalla taraqqiyoti u yerda yashayotgan odamlarning hayoti bilan bevosita bog'liq. Mahalla obod bo'lsa, xalqning turmush tarzi farovon bo'ladi. Kundalik hayotimizda bir qancha muammolarga duch kelamiz. Bu masalalarda o'zini saylovchilari xizmatiga bag'ishlangan deputat uchun ham birdek taalluqli. Obodlik, farovonlik va tinchlik esa o'z navbatida fidoyi insonlar, tashabbuskor yetakchilar mehnati bilan ta'minlanadi. Bugungi ko'rsatuvimizda 14-Zilol saylov okrugidan saylangan xalq deputatlari Jizzax shahar kengashi deputati Hanifaxon Hamdamovaning faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. Hanifaxon Hamdamova deputatlik faoliyatida Zilol mahalla fuqarolar yig'ini mahalla yettiligi bilan hamkorlikda qator ijtimoiy tashabbuslarni hayotga tatbiq etib kelmoqda. Kambag'allikni qisqartirish va ishsiz aholini bandligini ta'minlash masalalari muntazam ravishda muhokama qilinib, tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda amaliy yechimlar ishlab chiqilmoqda. Aholi o'rtasida ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan, kambag'allik toifasida turadigan aholi vakillari ham bor. Ularni kambag'allikdan chiqarish, ish bilan ta'minlash bo'yicha ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Albatta, kambag'allikdan chiqarishda ko'proq bepul monomarkazlarda o'qitish, imtiyozli kreditlar bilan ta'minlash ularni va undan tashqari o'sha o'zini ish bilan ta'minlash bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. 6 oylik davomida, mana shu joriy yilning 6 oylik davomida juda ko'p hozirgi paytda monomarkazda 40 dan ortiq mahalla aholi vakillari bepul kasb-hunarga o'qitilmoqda. Aholini imtiyozli kreditlar bilan ta'minlashda 2 xil yo'nalish bor. Bu aholini tadbirkorlikka yo'naltirish va undan tashqari biznesga bir qadam nomli loyiha bor. Mana shu loyiha doirasida ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda va hozirgi paytda aholi vakillaridan asosan Aloqa bank Jizzax filialidan imtiyozli kreditlar bilan ta'minlash ko'proq yo'lga qo'yilmoqda. Unda hozir 22-23% imtiyozli kreditlar ajratilgan. Mahallaning ichki yo'llar infratuzilmasi yaxshilandi. 13 kilometr ichki ko'chalardan 2 kilometri to'liq asfalt qilinib, aholi harakatlanishi uchun qulay sharoitlar yaratildi. Tungi yoritish tizimi yangilandi. Eskirgan simyog'ochlar beton ustunlarga almashtirildi. Ko'chalar tungi vaqtlarda ham yorug' va shinam ko'rinmoqda. Mahallada atrof muhitni asrash va chiqindixonalarni tartibga keltirish ishlari amalga oshirildi. Chiqindi bilan bog'liq xizmatlarni amalga oshirayotgan Ecohouse mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan yaqin hamkorlik yo'lga qo'yildi. Yashil makon loyihasi doirasida mahalladagi ko'p qavatli uylarga tutash hududlarda mevali va manzarali ko'chatlar ekilib, ekologik muhitni ham yaxshilanishiga erishilmoqda. Ko'p qavatli uylarning tom qismlari to'liq ta'mirlanib, zamonaviy ko'rinishga keltirilmoqda. Barchamizga ma'lumki, deputat xalq vakili hisoblanadi. Demak, xalq orasida yurganimizda, aholi orasida yurganimizda, ularni qiynayotgan ba'zi bir muammolar, yechimini kutayotgan masalalarni mutasaddi tashkilotlarga va o'sha muammoni yechish mumkin bo'lgan tashkilotlarga deputatlik so'rovi orqali mana shu muammolarni hal qilish yo'llarini ko'ryapmiz. Va mana shu 6 oylik 2025-yil 6 oylik davomida bajarilgan ishlar yuzasidan gapiradigan bo'lsak, Zilol mahallasi eng ko'p o'sha shaharda eng ko'p aholisi mavjud bo'lgan mahallalardan biri hisoblanadi. Shu o'rinda ularni mana shu muammolari ham o'ziga yarasha va mana shu muammolarni xalq orasida yurganimizda ko'proq murojaat qilgan muammolar ijtimoiy muammolar hisoblanadi va ayniqsa hamma o'sha mahallalarda bo'lgani kabi ko'chalardagi o'sha asfaltlashtirish, ko'chalarni obodonchiligiga e'tibor berish, chiqindilarni o'z vaqtida tashib olib ketilishi, ko'chalardagi o'sha ayniqsa ichki ko'chalardagi yoritgichlarning ahvoli, mana shu masalalar ko'proq bizga murojaat qilinardi va o'sha 6 oylik davomida Zilol mahallasida joylashgan ichki ko'chalar hisoblangan 7 ta ko'chaga 105 ta yoritgich moslamalari o'rnatildi. Eskilari yangilariga o'zgartirildi. Undan tashqari mahallada joylashgan 2 qavatli uylardan 2 tasi tomi joriy ta'mirlandi.
va undan tashqari o'sha ko'p oylar mobaynida shu mahalla aholisini qiynab kelayotgan chiqindi tashish, o'z vaqtida tashish muammosi bor edi. Buni Eco House tashkilotiga murojaat bilan chiqib, hozirgi paytda chiqindilar ko'chama-ko'cha yurib, o'z vaqtida olib ketilmoqda. Ayniqsa, ishsiz xotin-qizlar bandligini ta'minlash borasida olib borilayotgan sa'y-harakatlar o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatmoqda. Zilol mahallasida uyushmagan ayollar uchun imtiyozli kreditlar ajratilib, tikuvchilik sexlari va milliy taqimchoqlar yasash ham yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda ushbu sexda 10 nafar xotin-qizlar doimiy ish bilan ta'minlanib, ayollar kiyimlari va ularni bezash ishlari bilan shug'ullanmoqda. Aytish joizki, xalq deputatlari Jizzax shahar kengashi deputati Hanifaxon Hamdam va o'z saylovchilari oldidagi mas'uliyatini chuqur anglagan holda ularni turmush tarzi va yashash sharoitlarini yaxshilanishiga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Uning faoliyati mahalla va deputat o'rtasidagi sog'lom hamkorlik, xalq ishonchini oqlash namunasi bo'lib xizmat qilmoqda. Bunday tashabbuslar shahrimizni yanada obod, aholimiz turmush tarzini esa farovon etishda muhim o'rin tutmoqda.